Ichkariga qadam qo'yarkanman, go'yoki hushini yo'qotib, endigina o'zini o'nglagan bemor kabi titrab ketdim. Kamera unchalik sovuq emasdi, biroq devorlarini sho'r bosgan. Hojatxona isi anqirdi. Turma nazoratchisini ko'rgach, kameradagi 4 maxsus dast o'rnidan turdi-da, o'zini chetga olgan bo'ldi. Yangi sherikni qabul qilib ollaring. O'g'ri qotillar. Zaharxandalik bilan kulib menga ishora qildi nazoratchi. Qo'limdagi ko'rpa, yostiq va choyshabni birinchi qavatdagi bo'sh karavotga asta qo'ydim. Mahbuslarga nazar soldim. Ularning biri tepakal, kalta yengli futbol maykasi kiygan, bilagi tatuirovkaga to'la. Yoshi 50lardagi erkak, ikkinchisi sersoqol, past bo'ylik, qirra burun, taxminan 35 yoshlardagi Kavkaz yigiti. Uchinchisi gavdali 30 yoshlar oralig'idagi rus yigiti va oxirgi yoshi 70 ga borib qolgan bir qariya bo'lib, karavotda shiftga tikilgancha jim yotardi. Bildimki, bu yerdagilarning aksariyati ruslar. Qaysi shamollar uchirdi yigitcha? Nazoratchi eshikni yopib chiqib ketgach, tepakal maxsus menga yaqin kelib, so'roqqa tuta boshladi. Men shamol uchiradiganlardan emas, dedim bo'sh kelmay. Olib kelishdi. Gapimni eshitib hammalari baravariga kulib yuborishdi. Naturi namuncha osmondan kelasan-a? Kavkazlik mahbus yaqin kelib yelkamdan tutdi. Qariya sendan to'g'rilikcha so'rayapti. Men ham to'g'rilikcha aytdim. Bu gapdan so'ng tepakal sekin o'rnidan turdi-da, menga yaqin keldi. Erkak, dedi u aftini bujmaytirib. Sen nima ish qilib qo'yganingni yaxshi bilamiz, lekin bekor qilibsan shu ishni. O't bilan o'ynashib qo'yibsan. Peshonaga yozganini ko'raveraman. Mayli, o'zing bilasan. Tanishaylik. Timofey. Murod tepakalga qo'l cho'zdi. Bular bilan ham tanishib ol. Ana bu Kavkazligimiz Arsen, g'irt Armani. Bunisi Matvey, kalla kesarroq. Qariya bo'lsa Sergey amaki. To'xta Murod, nega birinchi qavatga joylashib olding-a? Men hayron bo'lib Timofeyga tik boqdim. Nima bo'pti, bo'sh ekan? Yo'q, bu sening joying emas. Sen ikkinchi qavatda yotasan. Nimaga? Namuncha oliftagarchilik qilmasang. Armani sapchib o'rnidan turib ketdi. Bratvalarni qon qaqshatganing uchun, bildingmi iflos? Kim iflos? Armaniga yaqin bordim. Hozir o'zingni bos. Matvey deganlari shoshilmasdan kelib bizni ajratdi. Bu yerda men buyruq beraman. Qolganlarga quloq solma. Yotging keldimi, yotaver. Arsen, bor joyingga. Meni hayratda qoldirib, Armani ham, Timofey ham itoat bilan joylarini egallashdi. Qariya esa hamon shiftga termulgancha indamay yotardi. Tong otdi. Kameradagilar bir o'rinlaridan turib, topgan tutganlarini stol ustiga qo'yishdi. Sen ham bugun biz bilan nonushta qil, dedi Matvey bosh qashib. Har qalay mehmonsan, biz esa mehmonni xafa qilmaymiz. Nega? So'radim tushunmay. Qanaqa mehmon? Keyin bilib olasan. Sen turma nima ekanini bilmaysan. Bu yerda hamisha shafqatsizlik, mehrsizlik g'alaba qiladi. Faqat bir narsani aytib qo'yay. Hech qachon sotqinli qilma. Aristotlar sotqinlarni yoqtirishmaydi. Kerak bo'lsa, ularni ayolparastlardan ham pastroq ko'rishadi. Baribir hech narsani tushunmadim. Nonushta deb atalmish qotgan-qutgan nonlarning bir bo'lagini olib, og'zimga solgan bo'ldim. Shu payt kamera eshigi sharaqlab ochilib, avval o'zimga tanish bo'lgan turma nazoratchisi ketidan uzun bo'yli ofitser qo'llarida tayoq bilan kirib kelishdi. Xo'sh, shumi taqiqlangan buyum asrayotgan? So'radi nazoratchi Matveyga yuzlanib. Bilmasam, yelka qisdi Matvey. Nega mendan so'rayapsan, komandir? Bo'pti, qani hammang yo'lakka chiqib, orqang bilan devorga o'giril. Qo'llaringni baland ko'tarib, devorga tira. Hamma shosha-pisha tashqariga chiqib, buyruqni so'zsiz ado etdi. Nazoratchi ofitser yetakchiligida barcha karavotlarni ag'dar-to'g'dar qilayotgani shundoq eshitilib turardi. Nazoratchi qo'lida yelim xaltachaga joylashgan nimadir ko'tarib yo'lakka chiqdi va menga yaqin kelib, qo'lidagini og'zimga yaqinlashtirdi. Xo'sh, geroinni qayerdan olding? Qanaqa geroin? Bu savolni eshitib, ichim muzlab ketdi. Men hech qanday geroinni bilmayman. Bu javobim tufayli yelkam aralash charim tayoq kelib tushdi va men ixlagancha pastga egildim. Hozir tezkor guruh boshlig'i Vadim Sergeyevning oldida hammasini aytib berasan, dedi nazoratchi. Qani oldimga tush, itdan tarqagan. Nimayam qilardim. Indamasdan u ko'rsatgan tomonga qarab yurdim. Tezkor guruh boshlig'i past bo'yli, ozg'indan kelgan zaxri yuzli 40 yoshlardagi mayor edi. U yumshoq kursida oyoqlarini chalg'itgancha sigaret tutatar, uyali telefon orqali kim bilandir sekin-sekin gaplashardi. Xo'sh, buni nega olib kelding? So'radi mayor bizni ko'rgach, o'rnidan turib telefonini stol ustiga qo'ydi. Mana geroin topdik ko'rpasi ostidan. Nazoratchi yelim xaltachasini stol ustiga tashladi. Nima? Geroin?
kechagina kelib ha o'rtoq mayor, geroini bor ekan bu nusxaning. Buni tez kartserga tashla, buyurdi mayor lablarini tishlab. Yo'q, avval 1-2 soat stakanda tursin, undan keyin kartserga qamaysan. Ochig'i hali bunday atamalar haqida tasavvurga ega emasdim. Lekin yomon joylar ekanini yuragim sezib turardi. Na iloj, men bu yerda hech kim emasman. Istashsa o'ldirib yuborishadi. Nazoratchi meni turta aytilgan joyga olib keldi. Stakan naq dahshatning o'zi edi. Birgina odam sig'adigan poldan 2 metr pastda joylashgan alohida joy. U yerga bir odam sig'ar. O'tirsangiz 2 oyog'ingiz bukilib qolardi. Tik tursangiz baribir uzoq vaqt muvozanat saqlashning iloji yo'q. Shu qadar sovuq badbo'y hidli ediki, oldiniga unchalik sezilmadi. Lekin 1 soatcha o'tgandan so'ng suyak-suyagimdan sovuq o'tib titray boshladim. Oxiri toqatim toq bo'ldi. Ovozimning boricha baqira boshladim. Olib chiqinglar, ifloslar, o'lib qolaman dedim. Namuncha itga o'xshab akillamasang, yuqoridagi nazoratchi sovuq kulimsirab menga o'shqirdi. Hali bu boshlanishi, geroin yashirishning holi shu. Aqling kirib, 2-marta bu ishni qilmaydigan bo'lasan. Menda hech qanaqangi geroin yo'q, baqirishda davom etdim, titrab qaqshab. Odamsanlar-ku senlar ham. Qara, manavi qumursqalar chaqib tashlayapti. O'lmaysan, kulib yubordi nazoratchi. Chiniqasan, shu sovuqda yana picha tursang, ko'zing ochiladi deb kuldi. Afsus, men bu gaplardan keyin atiga 10 daqiqa dosh bera oldim xolos. Tik turgancha hushimdan ketib o'tirib qoldim. Ko'zimni ochganimda 4 devor orasida yotar, a'zoyi badanim sovuqdan qaqshab og'rirdi. Jussamni ko'tarmoqqa tutindim. Qurbim kelmadi. Ichim qizigandek tuyulib, arang ag'anab qornimni yerga berib yotdim. Shu ondayoq yo'tal tuta boshladi. Har yo'talganimda ichimda nimadir uzilib ketayotgandek tuyuldi. Qayerimdadir kuchlik og'riq turib nafas olishimga xalal berardi. Qayerdaman o'zi, o'ylardim tepamdagi darchaga boqib. Nega bir o'zim yolg'izman? Qolganlar qani? Nega sovuq bu yer? Bir mahal eshik ochilib, avvalgi zaxir yuzli mayor ketidan meni stakanga olib kelgan nazoratchi kirishdi. Xo'sh, o'lmadingmi? Sovuqqonlik bilan tepamga kelib savol tashladi mayor. Kartserimiz yoqib qoldimi? Ja, yastanib yotibsiz. Meni yana yo'tal tutib savolga javob bera olmadim. O'qchib yo'talayotganimni ko'rgan mayor nazoratchiga o'girilib bosh chayqab qo'ydi. Buni tezda Lenaga olib bor, buyurdi nazoratchiga. Oladiganini olibdi. Endi kerakli dori-darmonlarni berib davolasin. Qolganini keyin gaplashaveramiz. Qani tura olasanmi? Tepamga kelib so'radi nazoratchi. Men bosh irg'ab yo'q ishorasini qildim va yo'tala boshladim. Yaxshisi zambil olib kelganing